Chongqungning savsod o'chib turib, nemishqa savsodni qo'yib etdi. Ham belli uning bilan qochib ketdi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qolsa, yana davomli uch podshohlikni boshlab ketdik. Biz oldingi filmimizda mush savsodninki Dongjuani qaslab mag'lub bo'lib, o'rnidan qochib chiqib ketganligini so'zlagan. Unda qolsa, savsod o'rnidan chiqib ketgandan keyin nima ish qiladi? Albatta, u o'rnidan qochib, lashkarlarninki o'zini tutib olishidan ansirab, to'xtamay yez qishloqlarda qochib yuradi. Hamda u nega qochdi degan vaqtda albatta u o'zininki yurtiga qaytdi. Yurtiga qochmoqchi bo'ldi. Chunki boshqa yerlarga borsa, hamma yerga uni tutish buyrug'ini chiqarib aytgan. Dongjuo uni tutib olganlarga yechenjin, ya'ni mingsar oltin inom qilish va nihoyat cho'ng martaba berish to'g'riliq uqtirish chiqarib aytganda. Faqat o'zining yurtiga qaytsalar, o'zining urug' tuqqanlari ota-onasi uni himoyaga oladi. Endi savsodning yurti nima degan vaqtda hozirgi Anvey o'lkasininki Bojo shahrininki ma'lum bir noyisiga joylashgan. Endi bu shu yerga qarab mangdi. Endi menish jarayonida bu o'tmisi bo'lmaydigan bir nahiya bor. Ham u nahiya qaysi degan vaqtda shu Xemu deydigan bir nahiya. Xemu nahiyasi. Chunki hammaylar bilamiz, burungi zamonlarda qatnashni bak taraqqiy qilib ketgan. Nurg'un yerlarda yo'l yo'q. Asosan birli yo'l yoki birli liniya bo'ladi. Endi savsodninki o'zininki o'rnidan qochib, o'zining yurtiga berish uchun shu Xemu nahiyasidan o'tmasa bo'lmaydigan bir ahvol kelib qolgan. Endi Xemu nahiyasidan o'tish uchun albatta bu yerda sepil bor. Sepilning darvozasi kechligi taqiladi, kechasi ichilmaydi, kunduzi ichib etildi. Endi savsod bu yerga kelgandan keyin shu eshikdan chiqib ketsalar, albatta uyiga yaxshi ravonat qaytalaydi. Ammo musha kelgan vaqtda bu qiyinchilik chiqadi. Chunki Dongjuoninki savsodni tutish uchun chiqargan buyrug'i bu nahiyadagi tomlarga chaplanganda. Shuning 据我所知，董卓对你不好，你为何要自杀？ endi o'zini yushirib shu so'diga qiyapsida bu yerdan o'tib ketmoqchi bo'ldi. Ammo uninki chiroyi shu vaqtda rassamlar, rassamlar o'xshitib sizni. 我这只燕雀倒还真想知道你的鸿鹄之志。 tutib oladi. Tutib olgandan keyin buni yomg'irga olib boradi. Yomg'irga olib borgandan keyin 我历代祖上 yomg'irniki begi, ya'ni shu vaqtda 世时汉禄， buni so'rab. 世受洪 Endi bu 恩。 yerdagi 如 nahiya 果我曹操不思报国，与秦受国， Endi 今 Chunggung 奸 buni 贼 ko'rgandan 当道， keyin 生 hayron 灵涂 qoldi. 炭。郑成受首世子蒙羞，400年的大汉江山危在旦夕，越是在这危难中，就越是英雄辈出之时。凡我志士仁人，都可杀贼建功， Dağlık müşavirlarning振兴汉室， iqtidorlik deyish bu Chunggung to'g'ri filmda biz so'zlaymiz tafsiliy holatda. Endi shu Chunggung o'rniga imtihon berdi, imtihonda o'tdi. O'tib bo'lgandan keyin endi imtihonda o'tganlar nurg'un bo'ldi-da, amaldorlar. Mush amaldorlarni taqsim qiladigan ish bor. Har bir o'rinlarga, har bir rayonlarga boshliq qilib, hokim qilib degandek. Ammo shu Chunggungni taqsim qildigan, endi shu taqsim qildiganlarning ichida bor, bu taqsim qildigan vaqtda buninki hamda o'rnininki endi qilib qolg'isi bor. O'rnida qilib ishligisi bor, yiqat rayonda. Shuning bilan bu shu vaqtdagi shu savsodninki mush ishlar mas'ul ekanligini bilib, savsodning uyiga berib, buni bilan ko'rishib, buni bilan iltijo qilib, amal bor mushada. Ya'ni shu o'rnining atrofida qoldirib qo'yishni o'tinmoqchi bo'lib bordi. Ammo savsod buni ko'rmay turiblam rad qilib o'tdi, buni ko'rishmaydi. Demak, endi bu yerda qanday bir holat kelib qoldi degan vaqtda, bu yerda demak raqiblar tor yo'l uchrashib qoldi degan gapda. Savsodninki shunday bir holat tushib qolgan vaqtda yana o'zining raqibiga uchrab qilishi, ya'ni o'zi buni ranjitib qo'ygan odamga uchrab qilishi buninki talaysizligi desak bo'ladi. Shuning bilan Chunggung buni ichib tashlab o'tdi. Men savdogar deb turibsizmi? Sen shu vaqtda shunday qilgan, men seni tunib olaman qanday o'zgarib olganing deb buni tunib oldi. Shuning bilan savsodmi amal qilolmay iqror bo'ldi. Anondan keyin Chunggung qanday qildi desa, buni shu qamoqqa, ya'ni qamab qo'yibdirlar. Buni bir necha kungacha shu Dongjuoning yoniga, ya'ni o'rniga biz yetkazib beramiz deb
buni qamoqxonaga taqab qo'ydi, akirib qo'ydi. Akirib qo'ygandan keyin shu kun kechda Savsa bilan ko'rishgil bo'ldi. Ko'rishgil bo'lgandan keyin Savsa bilan paranglashdi, Savsani so'roq qildi o'zi. Amaliyot so'roqni undaq günduxona deymiz-ku shu vaqtda. U yerda qilmaydi so'roq. Cho'qim mana shu so'roq qildigan o'rinni qilish kerak-da uni. Ammo bu shu yerga kirib so'roq qildi. Amaliyotda buningki bu maqsadi bor. Savsani sinab boqmoqchi-da bu yer. Shuning bilan Savsani so'roq qildi. Nemishqa Dongjuani o'ldirmoqchi bo'ldi degandan keyin Savsani deydi. Mushunda sabab mana. Bizningki xonadonligini Dongjuo o'z ilki o'lib padishoni bozaq qilyapti. O'rning ahkomlarini buzdi. Hamma odamni yaxshi kunga erishtirmayapti. Puhralarni bo'ziga ketib ketdi. Men shunga mushundaq eski ziyondoshni yo'qotmoqchi bo'ldim degandan keyin Chungung bundan qoyil bo'ldi. Nimishqa? Chunki Savsa ashundaq holatga tushib qilibmi Dongjuoni o'zininki nimish qasliganligidan pushaymon qilmadi. Agar boshqa odamlar bo'lib qolsa, men xato qildim, meni qo'yib atgan bo'lsang, menga bir yo'l bergan bo'lsang deb balkim Chungungni o'tinish mumkin. Demak, mushuni o'zi nima desa, Savsanikin jasoratli ekanligini, o'zining qilgan ishiga ig'volaydiganligini ifodalaydi. Shuning bilan Chungung bu yerda qoyil. Undan keyin nega mangdang deb so'raydi. So'ragandan keyin men hozir yurtim qaytib ataman. Degandan keyin yurtim qaytib nimish qilsa, nimish qilmoqchi planingda. Degandan keyin shuning bilan Savsanim deb javob berdi desa, men yurtim qaytib uyimdagi barliq mol-mulkimni setib, shu yerdan askar yig'ib, menga o'xshash o'ylayotgan, ya'ni o'din qutqizish, padishoni qutqizish uchun kuch qo'shayotgan yoki shuncha shu ishlarni xiyol qilayotganlarni atrofimga yig'ib, qo'shin to'plab, Dongjuoga qarshi chiqaman. Dongjuoni cho'qim o'ldirib tashlayman. Degandan keyin Chungung hamda texmi qoyil bo'lib ketdi bu yerda. Qoyil bo'lib ketib, seninki qilayotgan ishlaring bak yaxshi ekan. Men bu amaliyotda Dongjuoga o'chdim. Amal yo'q. Hozir hamma o'qishini qo'lda olgan ekan, men bo'ysunmay amal yo'q. Agar sening mo'shindal planing bo'lsa, men sana yordam qilaman. Seni yordam qilib qo'yib o'taman. Ham sen bilan birga mo'shindaq cho'ng-cho'ng buyuk ishlarni qilishni xohlayman degandan keyin Savsa ajoyib qo'shib ketdi ichida. Shuning bilan deydi, unda bo'lsa yaxshi. Unda bo'lsa biz ishni boshlaylik degandan keyin Chungung deydi. İşni başlasak buludu. Lekin men amilimni tashlab sen bilan manaman. Bu yerdagi odamlarga men unda desam, balkim masalan mening qo'l ostimdagilar agar mening bu niyatimni o'qib qolsa, iniq planing orasida xoinlar chiqib qolish mumkin. Chunki sening kallang mingsar oltinga yaraydi. Uning ustiga sen tutib bergan odamga nihoyat cho'ng inom berdi. Şuna bu işini hiç kimga bildirmay ikkimiz yerim qochib ketdilar. Men hamma narsamdan kechdim, amilimdan kechdim, bo'ldi, sen bilan buyuk ishlarni qilman. Degandan keyin shundan Savsa bilan chiqib berishib qochib ketdi. Endi Mishada biz Chungungga qoyil bo'lmay turmaymiz. Bu nurg'un mol dunyo amaldan voz kechib Savsa bilan qochdi deganning o'zi bu bir jinoyatchiga aylandi. Buningki urug' tuqqanlari, xotin bolalari hammasi qirib tashlanishi mumkin. Ashunchalik bir cho'ng jur'atni qilib, ashunchalik bir cho'ng voz kechishni qilib turib, shu buyuk ish uchun Savsa hamdam bo'lib bilmaydi. Demak, bu Chungung degan odam bo'sh odam emas. Unda bo'lsa Savsa bilan Chungungning hikoyasini mushunchalik so'zlab turlik. Endi biz keyingi filmimizda nima so'zlaymiz degan vaqtda Chungungni so'zlaymiz. Ya'ni Chungung zoti qanday kishi? U nimishqa shunchalik zo'r mol dunyoni tashlab Savsaga yordamlashadi. Unda bo'lsa do'stlar, filmni yoqtirgan bo'lsanglar, yuraklarni berib qo'yinglar, alt-altlarni yozib qo'yinglar, inkaslarga gullarni avatib qo'yinglar, ko'proq do'stlarga tarqatib qo'yinglar.